Tasavvur qiling, siz vaqt mashinasida 80 yil orqaga qaytdingiz va bobongizni ko'rib qoldingiz. Hali buvingiz bilan tanishmagan payti. Va tasodifan bobongizni o'ldirib qo'ydingiz. Endi bitta muammo chiqadi. Bobongiz buvingizga uylanib, farzand ko'rmaydi. Otangiz tug'ilmaydi va siz ham umuman bu dunyoni ko'rmaysiz. Lekin bitta savol. Agar siz umuman tug'ilmagan bo'lsangiz, o'tmishga qaytib, bobongizni kim o'ldirgan? Agar uni hech kim o'ldirmagan bo'lsa, bobongiz yana turmush quradi. Farzand ko'radi va siz dunyoga kelasiz va yana o'tmishga qaytib, bobongizni o'ldirasiz. Tanishing, bu bobo paradoksi. Qiziq tomoni, bu shunchaki internetdagi bosh qotirma emas. Bu paradoksni fiziklar ham jiddiy muhokama qilishadi. Chunki vaqt bo'ylab sayohat nazariy jihatdan mumkinmi degan savolga javob berishda aynan shu paradoks yo'ldan chiqadi. Bu borada birinchi yechimni Igor Novikov taklif qilgan. Unga ko'ra, o'tmishni o'zgartirib bo'lmaydi. Nima qilsangiz ham tarix o'zini saqlab qoladi. Masalan, siz bobongizga o'q uzdingiz, lekin o'q qurolda tiqilib qoldi, yoki oyog'ingiz toyib ketdi, yoki o'q umuman boshqa narsaga tegdi. Qisqasi, siz tarixni buzadigan hech qanaqa ish qila olmaysiz. Ikkinchi nazariya bo'lsa, undan ham g'alatiroq. Many worlds, ya'ni ko'p olam nazariyasi. Bobongizni o'ldirgan zahoti siz o'z kelajagingizni yo'q qilmaysiz. Shunchaki yangi parallel olam yaratgan bo'lasiz. Siz olamingizda bobongiz tirik, yangi olamda esa u allaqachon o'lgan. Ikkalasi ham bir vaqtda mavjud. Lekin bitta muammo bor. Bugungi kungacha na vaqt mashinasi ixtiro qilingan, na parallel olamlar mavjudligi isbotlangan. Demak, bobo paradoksining hali ham bitta umumiy qabul qilingan yechimi yo'q. Balki vaqt mashinasi hech qachon yaratilmas. Yoki u allaqachon yaratib bo'lingandir. Shunchaki tarixni buzmaslik uchun hech kim buni bilmayotgan bo'lishi mumkin. Bu paradoksga fikringiz bo'lsa kommentariyaga yozib qoldiring. Balki siz aynan shu paradoks yechimini topa olursiz. Obuna bo'lib like bosish esdan chiqmasin.